Baholarni biza biron baholovchiga biron nima deganimiz yo'q. Baholadik. O'zi kelib o'zi 5 milliard 7 millionga baholadi. Biza ishma demadik, o'zi hujjatlarni berdik, bankka berdik. Respublika 1,5 milliard arziydi. Chetda xafa bo'ldik biza keyin. Biza endi buni baholovchini o'zi nima fabrika edi? Bizaniki Qorako'l temir qayta ishlash fabrikasi. 5 milliard 7 millionga baholasa hech bo'lmasa 3 milliardga tortmaydim degan zagan nima kelib chiqdi. Kim baholab bo'ldi? Yo bizlardan nima bilan tashlab berdi-da, bunaqa bilan. Bizni bank mijozimizmi? Sizlarni bankka topshiramiz. Sizlarni bankni yaxshi ko'ramiz. Ana Ro'mataga yangi filial ham ochildi, chirib bino kelgan xorijliklar ham maqtab ketyapti. Avval eski edi, hozir zo'r bo'ldi. Rahbar ham zo'r. O'zimiz ham o'z chiroyli mehnatkashligi. Endi bizga ana shu asosi olsamiz zaloga qo'yamiz deb o'tiribmiz. 275 ming dollar olamiz deyapmiz. Xitoydan оборудование zakaz berib bo'lingan. Olmishtadan 120 tagacha ish o'rnini yaratamiz kelasi kecha kungacha biz harakatini olib boramiz. Buni qattiq tayyorlanib boramiz. Unaqa bo'ladi bo'lmaydi emas, haqiqiy olib boramiz. Shunga bizlar zalogimiz kamroq belgilandi. Nima faoliyat? Yana bir marotaba navbatdagi uchrashuvimizni tashkil qildik. Sizlarni bu yerga kelganimiz avvalambor O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevni 14-sentyabr kuni mana shu respublikamizda shu yil boshidan beri mahalla bay tizimida mana shu mahallalarda bo'layotgan qanaqangi tizimli o'zgarishlar, yutuqlarimiz bilan birgalikda qanaqangi tizimli kamchiliklar va mana shu mahallalardan tadbirkorlar nima deydi, qilmoqchi bo'lgan ishlari, tashabbuslari shu mahallani o'zida qolib ketyapti. Shuning uchun rahbarlar, mana shu bank rahbarlari joylarga chiqib, tadbirkorlar bilan uchrashuvlar, masalan, tumanlarda borib uchrashuvga tashkil qilish vazifasi belgilangan, topshirilgan bizga. Shu sababli biz hozir bu yerda sizlar bilan uchrashib turibmiz. Sizlardan iltimos mana shu hammalardan xabaringlar bor, yil boshidan mahalla infratuzilmasini rivojlantirish bo'yicha Prezidentimiz tomonidan juda katta mablag'lar ajratildi. Mahallalarda juda katta o'zgarishlar bo'ldi, lotoklar qurildi. Hamma loyiha moliyalashtirilib, hamma narsa bo'ldi. Bu bo'lgan tashabbus yo'q boshqa. Iliji bular baribir hal bo'lmaydi deb turib, bular tashabbuskor olib kelishmagan, yo'q nima qilmagan. Shunaqa nima turibdi. Mayli, rahmat deymiz hammalarga. O'zi shunchagina nima bor ekan. Nima deydi, murojaat bor ekan. Endi doimiy o'zi Ibrohim aka Bu yerda ishchi guruh ham ishlayapti. Ishchi guruh ham ishlayapti. Keyin viloyat hokimimiz ham haftada 2 marta Zoom orqali ham murojaat masalani yechyaptilar-da. Mana bu yerda tadbirkorlar ham Zoomga kirganlar bor. Keyin bankirlarning o'zi ham kiradi. O'sha primoy har bitta tadbirkorlar o'zlari to'g'ridan-to'g'ri murojaat qiladi. Buxoroda o'zi tizim yo'lga qo'yilgan murojaatlar. Buni bilamiz. O'zimiz ham qatnashgan. Shaxsan viloyat hokimimiz o'zlari erta o'zi shanba kuni bo'ldiki, o'zlari Zoom qo'yib tadbirkorlar bilan bitta uchrashyaptilar. Juda yaxshi. Bizga hech qanday murojaatlar yo'qmi? Rahmat hammalarga kelganinglar uchun. Tashakkur edamiz. Familiyangizni yozishga ulgursinman bo'ldi. Yozayapsanmi yaxshi? Ayting. Neftiga sohasida ishlayman. 15 kun uyda, 15 kun ishda bo'laman. Uyda bo'lganim uchun markaziy ta'minotdan 305 tutib, bunaqa issiqxona olgandim. O'shanga 100 milliondan esa kredit kerak bo'lgan 8%dan yoshlar qaratilgan. Bankaga murojaat qildim. Yo'q, o'sha 8%. Kafilim bor va garov naqlim yo'q. Zalog kafilim bor. Sug'urta bilan qaytsalar 12 milliondan 20 million bo'lyapti. O'shanga summa yo'q o'tganda. Sug'urta to'lovi 12 million bo'ladi. Meni 100 millionga. Mana shu kafil bilan 8%lik 200 millionlik kerak mana. 200 million nima qilasiz? Naqonga issiqxonaga. Issiqxonaga? Issiqxonaga boshqa produktlarimiz bor. Buni mahalla bankidan 50 millionlik. San'at foiz balanı
Mani taksi qo'yishim kerak. Kartım bor, 15 million 20 million. Qaysi bankga murojaat qildingiz? Aloqa bankdan Aloqa bankga mana yoshlar bo'yicha xizmat berilgan, aloqa bank faoliyati viloyatdan viloyat aloqa banki Eshkurga. Bu murojaat qilgan, bunga o'zi jismoniy bo'yicha nimasi yo'q bo'lgan. Produktda faqat yuridikka beramiz degan. Sug'urta polisi bilan nega shunday degan? Sug'urta polisi 12 milliondan 20 millionga Yoshlar bo'yicha biz nima olayapmiz? 12 so'm bo'yicha biz berilamiz agar hozircha yetarli. Ikkinchi 3ta 4ta blok deganlar. Bitta blokda terini tayyorlash, ikkinchisida qayta ishlash, uchinchisi tikish. Hozir tikishda 1 milliard grant yutib olganlar o'zlari. Mablag' kirgizib grant yutganlarning hisobiga ustiga kirgizilgan. Tayyor holatga kelgan. Endi bu yo'g'ini ham 3-blokni ishga tushirmoqchilar. Shunga bizdan kredit olmoqchilar. Hozirgi zdaniylarni endi kam baholadi, shuni yerni, joyni, nominal qiymatini hisobidan diskontlar respublika bog'lash 1,5 milliardga bog'lagan. Biz bu kishiga fondni kafilligini qolganiga taklif qilyapmiz-da. Haqiqatan ham o'zlari ishlaylar, ishlamoqchilar. Fondni kafilligini taklif qilyapmiz-da, qolgan yetmagan qismiga. Qancha yetmayapti? Hozir 1,5 milliardga hech kim nima qilsa menga yordam berishlarini so'rayman. 20 million ekan, vagonchaga nima qilishga? O'shanga. Familiya ismi sharifingiz? Ne'matova Svetlana To'yrovnaman. Ne'matova Svetlana To'yrovna. Tadbirkorman o'zim. O'shanga men o'sha yerda shirin suv qilib, shirin suv nima qilsam agar 300 ming kunlik foyda, sof foyda bo'lar ekan. O'shani nima qilayman? Bu qancha pul kerak sizga? Menga 20 million kerak. Voh. Qaysi bankda shu siz bormisiz? Tadbirkor, oilaviy tadbirkorlik yoki Oilaviy tadbirkorlikda endi o'shanga keyin pulim foydalanib to'dalab, keyin 10 million Ha? mahalla. Mahalla Hazortmi mahallasida. Hazortmi mahallasida. Pulingni 50 beradi-ku, 50% gacha beradi. Ha, 50% gacha beradi. Mayli, ma'lum, jamoani nimasini chiqaringlar. Bunga to'g'ri kelsa Underwriter'da ko'rib chiqamiz. Bizda Underwriter tizim bor. Keramchaga o'sha baholovchi edi, bir yuvarsangiz, kelib bir binoni xo'sh ketmasa bu biz ham uni 1 million 35 Bu kelib baholab, kim baholab? Biz tashlab berganlik lokatsiyalarni endi nimaga joyiga qarab, masofasiga qarab sentriga shu bilan diskontlab 1,5 milliardga baholagan. 5 sene qildi-da, 120 ming dollar baholabda, 120 mingta o'yig'ini topmanimizda bo'lyapti. Bu vaqt yera o'rishda normal tashadi. Menatni. Bo'l bo'lmasam baholovchini yuborish deb nima qil? Jamshid yoz, aytasan. Baholovchiga aytamiz. Shu respublikada baholagan baholovchi kelib, ana shu o'zining nimalarini ko'rsatib, sizga baholani ko'rsatib, baholashini nima qilib ketadi. Shuni aytadi. Qo'shib ketadi. Lekin u biz uchun xarajat, to'g'ri, tashkilotimiz uchun yoki anaqamiz uchun. Endi imkoniyatga qarab turib yubortiramiz shu boshlig'ini nimasini. Biz xarajatni o'zimiz ko'taramiz. Tashkilotimiz yaxshi. Endi bizga bunaqa mumkin emas. Nega bizda qarang bo'ldi? Keyin baholashi 10 million bo'lmasa shu xarajat. 300 ming dollardan kam bo'lmagan bino naqshga tursak 3 ming oladi. Endi u 1,5 milliardga tutayotganda qo'llikda taraf. Hozir nima qilsam men o'zim ham ko'rib ketaman sizni korxonangizni. Bir ko'rib keting. Hozir boramiz. Korxonangizga boramiz. Faoliyatingiz bilan tanishamiz. Ana ular. Xo'jalik ochish kerakmi yoki jismoniy shaxs? Yo'q, nima ochish kerak, yuridik ochishlar kerak. Yuridik ochishingiz kerak-da. Uni solig'i bor, uni anaqangiz bor, qila olasiz. Rasman nima qilishingiz kerak? Shu yoshlar bo'yicha. Yoshlarga beriladigan resursi bor bizga. Faqat siz endi biz o'zimiz ko'rib turibmiz, bitta o'zingiz ikkita kredit olaman deb zavodni yo'q deyapsiz-ku. Bitta o'z nomingizga ikkita korxona ochib nima qilishingiz 60 ming so'mlik qaror talablarga to'g'ri kelmaydi. Bittasidan foydalanasiz-da. Ikkinchisini endi boshqa kishi nomiga o'chishingiz kerak. Nimaga endi ikkita 100 million kerak deyapsiz? Nechta teplitsan? 35 Oilaviy korxona qilsangiz ham 200 million emas deyapti, bilamiz o'zi. Ortiqcha so'm. Faqat zalog qo'yib berasiz. Kartım bor ekan 15 million gramdan o'chirib bo'ladi. Ikkita korxona ochasiz, endi ikkita korxonani o'zini har oylik ish haqi, boshqa soliqlari bo'ladi, aylanish solig'i bo'ladi. O'sha narsalarga qurib yetsa, mana biz sizga zarar beramiz. Ikkita korxona. Dehqon xo'jaligi ham bo'ladi. Dehqon xo'jaligi ham bo'ladi. Yuridik dehqon xo'jaligi.
Siz ta'minotchi. Mehmon xo'jaligi qilib o'tsa bular. Siz bir hisob kitobingizni ko'ring. Yuridik dehqonchilik. Mana mikrokredit bank bor rayoningizda. Bu mani bankim shu. Shu bankka murojaat qilishingiz mumkin. Faqat hisob kitobingizni qilib, o'sha aytgan yuridik u ham qonun qoidasi